Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar learning chess. Bugun biz bosh qotirmani ko'rib chiqamiz. Men bosh shu postlarni ko'rsataman. Keyin siz videoni to'xtatib, o'zingizga yechishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin va men oxirida uni yechimini ko'rsataman. Xo'sh. Yurish oqiladi. Ikkita yurishdan bo'ladi. Topishga harakat ko'ring. Topdingizmi? Yo'q bo'lsa ko'ramiz. Xo'sh, hamma yurishlar yurishlaridan bir ko'rib chiqaylik. Bu yerda bilan ursak, filmlar qaytarib uriladi. Bu yerga yuramiz. Keyin bu yerga misol uchun. Keyin bu piyodani qaytarib shoh olindi. Bu vaziyat teoriyada durang. Bu teoretik durang vaziyat. Biz ikkita yurishdan mod ko'rayotgandik. Mana bu ruh H5, H2, H3, H4 ishlar bir xil. Bu 27 ta yurishdan mod beradi. Lekin bizga eng tez yurish yo'l kerak. Va bu yurishchi bu yurish bo'lmaydi, chunki fil urildi va mana bu yerda belgisi ketadi. Yurish bu ruh qurbon qo'yamiz. Ruh H6 ruh tushi beramiz. Birinchidan u yaxshi ushga o'xshamaydi, lekin ishonavering. Qorada zuk sonda. Xo'sh. Bu piyoda bilan olib bo'lmaydi, chunki ochmas. Ruh to'g'risida nima qilamiz? Tushunishingiz mumkin. G7 mod bo'ladi. Piyoda bilan mod shoh himoyalangan. Shoh himoya qilib turibdi. Mana bu shu hamma fil yursa, qayerga ketsa ruh H7dan mod qo'yadi.